Assalomu alaykum. Xayrli kun barchaga. Hozirgi tavsiya etmoqchi bo'lgan mahsulotim Faberlikdan Fitopolis seriyasidan Fito choy, gastro choy hisoblanadi. 100% natural mahsulot. Tarkibida 21 dona ichida paketiki bo'ladi. Choy qilib damlab ichish mumkin. 100% natural o'tlardan, tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Bu oshqozon va o't uchun foydali bo'lgan choy. Kimni o'sha oshqozoni og'risa, o'tida problemasi bo'lsa, haqiqatan foyda qiladi. Bir klientim ancha natija ko'rgan, oshqozoniga 2-3 martalab qimmat klinikada davolanib, o'sha oshqozon og'rig'i qolmaganda, mana shu choydan ichgandan keyin ancha natija olgan, yengil bo'lgan. Hozirda mana shu choyida klienti hisoblanadi va bundan tashqari bir nechta klientlarimda mana shu choyni ichgandan keyin oshqozon og'rishi qolgan, o't yo'li, o't dimlanishida ancha foyda qilgan, ancha foydali choy hisoblanadi. Tarkibi mana ko'rib turibsizlar, tabiiy mahsulot. Antioksidant, virusga qarshi, o't haydovchi, tinchlantiruvchi, qon to'xtatuvchi ta'sirga ega. Bundan tashqari mana barcha xususiyatlari yozilgan. Hammasi qanday yetishtirilgani, qanday tayyorlangani, sifat sertifikatlari hammasi qachon ishlab chiqarilgani 15671 artikliga ega. Faberlik 100% natural fito choyi.